Qadim zamonlarda Andijon shahrida Farg'ona viloyati hokimi Umar Shayx Mirzo oilasida bir o'g'il dunyoga keldi. Unga Zahiriddin Muhammad deb ism qo'yildi. Zahiriddin Muhammad saroy muhitida ilmli va tartibli oilada ulg'aydi. Chunki otasi hukmdor, onasi esa dono va bilimli ayol bo'lgan. U bolaligidan ziyrak va sinchkov bo'lib, atrofdagi voqealarni diqqat bilan kuzatardi va kattalarning gaplarini tez eslab qolardi. Zahiriddin Muhammad yoshligidan o'qish va yozishga qiziqdi. She'riyatni sevdi. Arab va fors tillarini, tarix va adabiyot asoslarini o'rgandi. 12 yoshida bu jasur bolaning boshiga og'ir sinov tushdi. U otasidan ayrilib Farg'ona taxtiga o'tirdi. Lekin yosh yigit qo'rqmadi, o'zini yo'qotmadi. Chunki ota-onasi uni juda jasur qilib tarbiyalagan edi. Adolat, rostgo'ylik va ilmni qadrlagan bu yigit keyinchalik nafaqat buyuk sarkarda, balki shoir va yozuvchi sifatida ham tarixda qoldi. Sezganingizdek, bu hikoyamizning qahramoni buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur edi.